Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan dehqonlar vatandan kelgan uchurlarda bo'lsin. 2022 yil 3-oyning 18-kuni Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy doiralari mashinuriy vazifa qo'ltirgandan keyin Sharq Turkistonning har qaysi joylarida turli tashviqotlar bilan vaziyatning o'zgardiganligi haqida uchurlarni tarqatayotgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning ahvolining hali ham nihoyat yomonligi bilinmoqda. Ürümçinin 2021 yılının ahiri mashinuriy hokimiyat beshiga chiqqan vaqtdagi nufusi 1.900.000 atrofiga tushib qolgan bo'lib, navbatda Xitoy hukumati turli e'tibor siyosatlari orqali Guangdong qatorliq joylardan Xitoylarni Ürümchiga yerlashtirish uchun tirishchilik ko'rsatmoqda ekan. 2022 yil 3-oyning 19-kuni Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari Xitoyda o'tkazilgan Olimpikdan buyon Sharq Turkistonni qattiq qamal ostiga olgan bo'lib, Ukraina urushi, Xitoyda qaytadan tarqalgan virus bahonasi bilan chingib ketgan vaziyat texnicha bo'shmagan. Altay viloyati tabasida 10 dan ortiq kishiga sud ochilib, ulardan ikkisiga davlat bexatarligiga ziyonli aksil inqilobi naqsh tarqatgan degan jinoyat bilan 20 yillikdan qamoq jazosi berilgan. Bu kishilar to'plarda o'rtoqlashgan Chegara nomli naqsha Qozog'istonda ijod qilinib moda bo'lgan naqshi bo'lib, qozoqlarni urug' tuqqanlardan ayirib turgan Chegara mazmun qilingan ekan. Ushqun Jamolbek ijrosidagi bu naqshida Xitoyga qarshi ochiq mazmun yo'q ekan. Vaziyat bir qadar bo'sh deb qaralayotgan Sharq Turkistonning shimolidagi Altay qatorliq joylarda bo'lgan bu ishlar Uyg'urlarning beshidagi siyosatning qanchalik qattiq ekanligini bildirib berdi ekan. Indoneziyada Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarga bo'lgan to'nishni o'stirish maqsadida to'r muhokama yig'ini o'tkazildi. Fransiya, Yevropa İttifaqı va Hindiston qatorliq davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining islom dushmanligiga qarshi turish kuni tasdiqlanganiga e'tiroz bildirdi. Xitoy o'qish mukofot puli orqali Indoneziyadagi musulmon o'quvchilarning ko'z qarashlariga ta'sir ko'rsatishga urinmoqda. Xi Jinping Amerikani Tayvan masalasini muvofiq bir taraf qilib, Amerika-Xitoy munosabatiga daz ketishning oldini olishga undadi. Avustraliyalik sotchi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyparast tutumini aybladi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Ayni News to'rining 16 martdagi xabariga ko'ra, Indoneziyada Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga bo'lgan to'nishni o'stirish va Xitoyga qarzi bor bir qism taraqqiy qilayotgan davlatlarning nima uchun buningga ko'z yumoldiganligini yo'ritib berish uchun Sharqiy Janubiy Osiyo tadqiqot markazi 15 mart Jakartada nemishqan nurg'un davlatlar Xitoyning Uyg'ur musulmonlari qaratgan vahshiy jinoyatlarga sukut qildi degan temada xalqaro to'r muhokama yig'ini tashkillagan. Mazkur to'r muhokama yig'iniga qatnashgan tunilgan mutaxassislar va fikriy rahbarlar Xitoyning Uyg'urlarni va Uyg'ur kulturini tal-to'kis yo'qotishga urinayotganligini ta'kidlashgan. O'tir Sharq kuzatuvchi to'rining 17 martdagi xabariga ko'ra, Fransiya, Yevropa İttifaqı va Hindiston Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldin haftaning boshlarida islom dushmanligiga qarshi turish kuni tasdiqlanganiga e'tiroz bildirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlisiga a'zo davlatlar 15 mart Pokiston o'tir qo'ygan taklifni ma'qullab, har yili 15 martni, ya'ni 2019-yili Yangi Zelandiyadagi 2 masjidga hujum qilib, 51 musulmonning jiniga zamon bo'lish vaqasining xotiri kunini islom dushmanligiga qarshi turish kuni qilib bekitishni qaror qilgan edi. Bu qaror bosh shtabriyatga joylashgan Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo 55 davlatning qo'llashiga erishgan bo'lib, ularning orasida Saudiya Arabiston, Iran, Misr, Turkiya, Qatar, Suriya, Aljeriya, Marokash, shundaqla Paris qo'ltiqi va Shimoliy Afrikadagi boshqa nurg'un davlatlar bor edi. Albuki o'z davlatidagi musulmonlarning islom dushmanligi bilan ayblashiga uchrab kelgan Fransiya va Hindiston hukumatining vakillari bu qarorga e'tiroz bildirgan bo'lsa-mu, buning birdek ovoz bilan ma'qullanishiga qarshi chiqmagan. Jakarta Pochta gazeti to'rining 18 martdagi xabariga ko'ra, yaqin yillardan buyon Xitoy o'zining Indoneziyadagi kunsiri kuchayotgan iqtisodiy va siyosiy ta'siriga masalda bu yerdagi yumshoq kuchini zo'raytirishga urinib kelgan bo'lib, shu urinishlardan biri o'qish mukofot puli orqali indakka keltirish taktikasi ekan. Bu Xitoyning o'z obrazini pardozlash urinishining bir qismi bo'lib, mazkur taktika o'z navbatida yana Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlar qilayotgan jinoyatlarni o'z ichiga olgan diniy siyosatlarning faqat Xitoyning digini bo'yicha tushunilishiga kafolatlik qilishni maqsad qildi ekan. Egilinishcha Xitoyning o'qish mukofot pulini olgan indoneziyalik o'quvchilarning nurg'uni hozir yerlik taratqularda Xitoyda diniy erkinlikning kafolatga ega ekanligini targ'ib qilib, Sharq Turkistondagi vaziyatni yerlik xalqning atalmish Asian to'polonlariga bog'lab, gunohni Xitoyga emas, Uyg'urlar qo'ymoqda ekan.
Shundaqla ular hozir Indoneziyadagi g'olliq taratqularda Xitoy haqida ijobiy mulohizalarni davomlashtirayotgan bo'lib, ba'zilari hatto Beijing qishliq olimpiyani boykot qilishga undagan yoki Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatiga norozilik bildirgan musulmon o'quvchilarni ayblagan. Tahlilchilar Xitoyning o'ziga foydali fikr muhiti shakllantirishda Pokistonga o'xshash har qaysi davlatlarning hukumatlarini emas, balki Indoneziyada qilayotganidek xalqni, bo'libmi kelgusining sarxillari bo'lgan o'quvchilarni nishonlaganligining jiddiy diqqat qilishga tegishli hodisa ekanligini o'tirib qo'yishgan. Al Jazeera to'rining 19 xabar ko'ra, Xitoy davlat taratqullarining xabarida ko'rsatilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping 18 mart Amerika prezidenti Jo Baydenga Tayvan masalasini muvofiq bir taraf qilish orqali buning ikki davlat munosabatiga passiv ta'sir ko'rsatishining oldini olish zarurligini ta'kidlagan. Xi Jinping 18 mart Jo Bayden bilan o'tkazgan videolik telefon uchrashuvida shunday degan: Amerikadagi bir qism kishilar Tayvan mustaqilligini yoqlaydigan kuchlarga xato signal beryapti. Bu intayin xatarli ahvol. Agar Tayvan masalasi muvofiq bir taraf qilinmasa, bu ikki davlatning munosabatiga bayram qilg'uch ta'sir ko'rsatadi. 18 mart Jo Bayden bilan Xi Jinping so'zlashishdan bir qancha soat ilgari Xitoyning Shandong nomli aviayo'l matkasi Tayvan bo'g'ozidan o'tib, Xitoyning Tayvanga bo'lgan egilik huquq ta'masini zo'rlik bilan ishga oshirish tahdidini eslatgan. Halbuki Xitoyning aviayo'l matkasiga Amerikaning bir qo'g'liqchi paraxoti agishib mangan. Brisbane Times to'rining 20 martdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sobiq kishilik huquq amaldori Emarili Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlarni o'z ichiga olgan o'qituvchilarga aloqador uchurlarni Xitoyga berganligini oshkorlaganlik sababli xizmatidan bo'shatilgan edi. Shundaqla mazkur deloga mas'ul bo'lgan avstraliyalik sotchi Ruan Dowlingmi 2019-yili bu delo haqida hukm chiqarishga oz qolganda vazifasidan to'xtatib etilgan edi. Ruanda'ning bultur 3-oydagi bir qatimliq ziyoratda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu qilmishi to'g'risida mazkur apparatni adliya sistemasining mustaqilligiga hujum qildi va siyosiy o'zgarish qo'zg'adi deb ayblagan bo'lsa-mu, mazkur ziyoratning mazmuni texi yaqinda ondin jamoatchilikka oshkorlangan. Ruanda'ning mazkur ziyorati bildirishicha, ayni chaqda uning Emarilining delos to'g'risidagi ikki turli hukmni e'lon qilishiga 10 kundan oz vaqt qolgan ekan. Downing Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu qilmishining Xitoyning besimining mahsuli ekanligini ilgari surgan bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har qaysi jihatlarda barg'ansiri Xitoy parastlashib ketayotganligi ma'lum. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.